İpek Yolu Sadası.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季《纳热提丝绸之路之声》。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish chekli shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo chekli shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish chekli shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik chekli mas'uliyat shirkati xos tajdarligini olgan cho'ng tipdagi televiziya tur san'at programmasi 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasi. Ben riyasetçi Umutvar Mahmut. Ben riyasetçi Zilola Mehmet. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdorligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik chekli mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Narat, her ailege söygü tarat. Kemri kalbimde kemri kalbimde ihtar bir payavlık süt uykuda yasam keçice düşlerimden arat yaylık Düşlerimde narat yaylık Süt uykuda yasam keçice Düşlerimde narat yaylık Düşlerimde narat yaylık Ah bulutdek üzer ah könglim Tağdan qaytqan sudek avazı Her insanın yolu ah bolsun Naratda kalsın kuştek pervazı Her insanın yolu ah bolsun Naratda kalsın kuştek pervazı Nurdek parlar kanamın güzü Çoklarda karnın kündüzü Yaru asman tutaşkan yerde Virginim
Bulutdek üzer ah könglim Tağdan qaytkan sudek avazım Her insanın yolu ah bolsun Naratda kalsın kuşdek pervazım Her insanın yolu ah bolsun Naratda kalsın kuşdek pervazım Naratda kalsın kuşdek pervazım Sahneге çıkırgan Mahir 2790. Yaxşımısızlar köpçülük, mən 8-ci qarar Narat İpek Yolu sadasının mahiri Osmancan. Arqandı mən pervanedek yürüme nigar Ya söygü yok ya külkü yok Uyku diyen bir dar Kıynar beni söygü bırak Tügümez bırak Kelmeysen ey, bilmeysen ey Sen mendien yırak Kıynar beni söygü bırak Tügümez bırak Kelmeysen ey, bilmeysen ey Sen mendien yırak Desem yalğızlığım kıynaydı her dem Taşlay desem fıraqlarım koymaydı her dem Teşnalığım aram vermey kıynaydı her dem Kelmeysen ey, söymeysen ey Şunçula göysem Teşnalığım aram vermey Kıynaydı her dem Kelmeysen ey, söymeysen ey Şunçula göysem
Har görmegin mehrengi men teşna bop yürsem zar kılmagin derdingdi men savda bop yürsem har görmegin mehrengi men teşna bop yürsem zar kılmagin derdingdi men savda bop yürsem haydin kiler nigarım dep telmürüp yürsem kelmeysen ey bilmeysen ey şunçila köysem kaçan kiler nigarımda telmürüp yürsem ey kelmeysen ey bilmeysen ey şunçila köysem kelmeysen ey bilmeysen ey şunçila köysem şunçila köysem Rayonimiz sütçülük sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət Şirkəti Narat Sapsiti Mahirlağa amət tiləydi. Salam bağlıq ustazlar, salam Naq meydandaki aziz körümələr, ekrandaki azizlərimiz, məxutəndən kelgan Osmancan hem Allah'a otluq salam. Parçalımız Osmancan. Osmancan'ı men tunayma bu bala xili obdallı vanxon. Ya. Obdallı vanxon. Lekin munda naqşiytidiganligini men rastımni desem bilmeydiken ben. Rahmat ustaz. Bu bala velosiped bilen Beijing'e bardыңlar? Piyade bardım. Piyade Beijing'e bargan bala. Ama vay bu bek çoğun artıkçılık var balıken bu. Bunu nimedim o? Shippingha doyinladı mı? Buna 500 mingdan artık fınsarı var. He Osmancan ne? Doğru. Kesen çıbaday koklamaz hem de. Ben çoğun vanxondan birini beripti mecmua sizlerge. He? Abdüsemi. Ha belgin adı ne için? Yani başka bir örülüp bakamsı ya. Başka da örülgülü bulmaydı derlikin. Osmancan hoş kelipsiz. Rahmat ustaz. Osmancan ma öğürlügendikin Osmancan kelgen uftum ben. Burun tunuytum Osmancan'ı. Nima degende Osmancan o'zi Qarqashda burun ancha-muncha klublar naqsh etadi. Undan keyin hamda u Beijing safarini elib berib, jamiyat shundoq aktiv energiyalik bir o'ziga kuchli fansisi bor. Hamda u bir irodani sinaydigan narsa shu. Shunda. Bir odamning irodasini shu jafo mushaqqat orqali tovlanadigan gap. To'g'ri. Gerçi bugün mening his qilishimda Osmancan ilqi rasmiy holatdagi kasbiy naqshchilardek yuzdinki yo'riq ovozini ifodalab turib aytolmagani bilan chuqum hamda biz bu yerda o'zimiz san'at maktabida o'qigan ancha-muncha kasbiy bilimimiz bor. To'g'ri. Menchi bo'lganda Osmancan bilan mushu necha vaqt ichida o'zaro bir fikr almashtirish, o'zaro o'rganish jihatda Osmancanning ovozi yetaklab ketgili bo'ldi ekan degan maqsad bilan biz Amra guruhida tanlab oldik. Rahmat ustaz. Sizningki bundan keyin kishilaringizga katta bo'lishini umid qilamiz albatta. Amra guruhimizga o'dilli keling bo'ldi. Rahmat. Ha, esel. Shu munosabat bilan ikkingiz yo'q sizni olsam, shu jarayonda jafo tortib, meni qator qo'shgan onamga, garchi dadam bo'lmasa-mu, dadamga, meni shu kayinda qo'llab, madad berib kelayotgan ayolimga chin dilimdan rahmat aytibman. Ondan boshqa shu bizga shu sahnani hozirlab barliq musobaqa qatnashgan o'quvchilarning o'zini namoyon qilish uchun fursat yaratib bergan
Ustoz Muxtar Bo'g'ra apandiga yana rahmat aytib, tinimizga salomat bo'lsin. Rahmat. İffet güneş sadası, suygunun yok şigrası, kuş havaslar. Odaş, kaç çoğunlar yoxlab gelmiştim, nime basam bula? Yadaş, mağun Arapniki hesap üstüde ağaç bamamdık. Çoğunlar işçiге şunda kolaylık. Ha, naratma bu. Hey, acaba yaxşımışım lap basam bula biraz. May. 141 numurluq Mayirni sahnaga taklif etimiz. Omad tilaymiz. Yaxshimisiz do'stlar, bu vaqtdan xeyirlik bo'lsin. Kuchadan kelgan Ilyar Absalom sizlarga salom. Bu qatimqi 8-qara Narat İpek Yukli Sadasi programmasiga qatnashmoqchi bo'lgan maqsadim bo'lsa, o'zimni bir sinab baq suyustidan keldim.仍然要在失眠夜望天邊星宿，人人聽見小提琴已合是數，在挑逗，為何只剩一彎月留在我天空，自問已沒有永別，現在笑面高想不到是藉口，從未會有分手，但我的心每分美好仍然被他佔用，他是際遇仍然是不開口，大感到做着命運不已心照，我的牽掛，我的渴望，自此以後。炫耀天生的明月，誰不好擁有？漸如哭過這回路，沒好溫高，再分別，為何這身沙漠填滿我的空虛？這晚已沒有吻別。仍在笑永高，想不到是藉口，從未會有分手。當我的心每分美好，仍然被他佔用，他是際遇，仍然是不開口，提琴都做着，命運不已心照，我的牽掛，我的渴望，自此以後。現在笑永高，想不到是藉口，從未會有分手。
走都走着，命运扮演心照，我的牵挂，我的渴望，自此以後，我的牽掛，我的渴望，自此以後。Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçilik Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. İnim, özünü tanıştırıydı. Yaxşımısınızlar ustozlar, ko'rmanlar. Bu vaqtdan xayrlik bo'lsin. Ko'chadan kelgan Elyor Absalomdan sizlarga salom. San'at maktabining 4-yilida o'qiyapman, yarim yildan keyin bitirman. Ha, manda de. Ovozini chiroyliligini anglamayman. Gap qilgan ovozini. Mübarek olsun. Ndasa. Ömerkam öğrildi. Sizni tebriklaymiz. Ndasa Ömerkam'nınki qo'shig'iga qaytlang. Rahmat. Bana sanışaş. Mana tek okuş bitirgan bir yıl kaptı. Meyda jigitler kerek. Men de jigimidek sanma hatırcam olarak. Müzik ma'rif kasbida. Ömerkamning yuragga naqsh ta'sir qilmasa aldirab o'rilmaydi. Sen Narat'ın kallaları o'xshab qolib choparlar. Avvatdan shu oqsi kirganda kalni yana o'ltag'izib qo'ydi. Kela inim. İpek gülün sadası, sügünün yok çigrası, kuş havazla seynası. Birini pıradı da. Herkes damda akbaba, su kerme yıraklaba. Üstümün yıldızla yaşap, emrah bulay sen yağa. Herkes damda kağa yok, değilse kağa, değilse kağa. Edem al yar bu yürek, muhabbet bu suğa. Edem al yar bu yürek, muhabbet bu suğa. Herkes damda kağa, su ketme yıraklağa. Üstümün yıldızla yaşap, hemrah bulay sen yağa. Herkes damda akkağa, su ketme yıraklağa. Üstümün yıldızla yaşap, hemrah bulay sen yağa. Herkes tam dep nakşabar, herkes tam dep nakşabar. Bir yamanın yanında her daima o yaxşı var. Bir yamanın yanında her daima o yaxşı var. Herkes tam da akkağa, su ketme yıraklağa. Üstümün yıldızla yaşap, hemrah bulay sen yağa. Herkes damda akkağa, su ketme yıraklağa. Üstümün yıldızla yaşap, hem
yarı çukum akkağa, sen yarı çukum akkağa. Vicdanındek ak bolsan, sen canım gımın suğa. Vicdanındek ak bolsan, sen canım gımın suğa. Herkes tamda akkağa, su ketme yırakmağa. Şunun yıldığıyla yaşap, emra bulay sen yağa. Herkes tamda akkağa, su ketme yırakmağa. Şunun yıldığıyla yaşap, emra bulay sen yağa. Emra bulay sen yağa. Rahmet, salam. Ustozlar, rahmetlik görünmeler. İkram aldık görünmeler. Kemin Erkin Kerem'den hemmenizlerge mikirlik salamlar olsun. Rahmet. Bugünkü şu arkadaş tam cümlesi görüşen nakşımızdı. Ustoz Muhtar Bora kuy şiiri bilen inem Hucumet Kurban'ın ki müzikisi akırotlaştırış hizmetini Muradılap salam enim kıppagen. Sizlerinin ki adıqınlan azırak bolsun eliş üçün, keyfiyatınlan azırak bolsun götürüşçü elip geldim. Rahmet. Rahmat. Rahmet. Rahmat, rahmat. Bizden gruppa götürürsen. Senin grupu patmaydıgan dek bu. Bir poyuz kışıkken çıkıp hapsılar. Bağrımız kengre. Atışkı mağmayla ma. Neyine? Maqız olyama ibiz kelsem ayaktır ha. Erkin Kerem bir xalq bergen bir nam bilan yaşatıdı bu inim. Qarindishim. Qanday degan vaqtida buni xalq kuychisi Erkin Kerem deb ta'riflaydi. Mushu ismning o'zilla bu yigit kifoya deb qarayman. Rahmat. Rahmat. Nilüfer bu qizchaq bizning Yipek yo'li sadosinin haqiqiy usulchisi bo'lib qoldi. Nilüferninki bir sharifi bu qizchaq bizning ataqliq usulchimiz Tursunay İbrahimcanning izbosari. Bu qizchaq shu bizningki usulliq laqchilarga izchil parvoz qilib bizningki Yipek yo'lidagi ustozlarga, mayirlarga, tomoshabinlarga madad berib kelyapti. Shunga mushu ikki qarindishimga rahmat aytqin chiqdim. Rahmat sizlarga. Rahmat ustoz, rahmat. Jumla salomat bo'lsin. Umringiz uzun. Ma'qulunda bo'lsin. Rahmat. Qo'lga buril. Rahmat. Qaytib. Narat. Her ailege söygü tarat. Buldu apa buldu. Acaba yapıştırıp kalın mağmandı kayıkadaş. Şu apam sütekir degen şagi mağdım dükkanga. Şegi mağdığın dükkanı sütülüş için bana naratın sapıştı var. Doğulağı maskildi. Pek beyze tabi. Baba ballağa ne içiyor? Ne vitamini? Mango temdeki ba. Ben sen şunun kalıbı vermem müstakil be. He buldu ataş. Makul rahmet sizlarga. Mağaylıyım sen. Növbet sahnege chiqadigan mayirimiz bo'lsa 671 numar. Yaxshimisilar do'stlar? 8-qaror Yipek yo'li sadosiniki mayiri Mehmetjon Turg'unov sizlarga salom.
Devası yok dertlerinin Cevabı yok xatlarının Köngli g'ash mendekilerinin derdige derman kechar Devası yok dertlerinin cevabı yok xatlarının Köngli g'ash mendekilerinin derdige derman kechar Xiyolga qinib hicranda yenip yolg'izlik jinib yerlari arman kechar Xiyolga qinib hicranda yenip yolg'izlik jinib yerlari arman kechar Mangashtiringlar. Sizlar mangashtiringlar. Mangashtiringlar. Yalla. Hoca. Hey. Taqmanglar. Ben aldığınlardı bansam bu. Çakmaklar çıkıp yağmurlar yığıp ötmüşni eske silip yılandek çakan gece çakmaklar çıkıp yağmurlar yığıp ötmüşni eske silip yılandek çakan gece Devası yok dertlerinin Jalal go sen. Cevabı yok xatlarının Köngli g'ash mendekilerinin derdige derman kechar Devası yok dertlerinin cevabı yok xatlarının Köngli g'ash mendekilerinin derdige derman kechar Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Cheklik Mas'uliyat Şirketi Narat Sapsiti mahirlarga omad tilaydi. Burulmay kaldık hem de. Adını sen burulğul koydu dep tur. Ben maşo oyluğunum hem de. Maşo ocağıyla burulgan bolsa da oyluğum şu. Nemişki degen çağda seninki nakşı etiş uslubunu biz bilimiz. Neçe vakti bir ançımınçı biz baylağı bağın çağda görüşüp avazını anlap tuğan. Ma ustazlarımız ma tamaşı bulla seni hazır tanıştık bämini tanımaydı aval bir tanıştırıp öte özel ondan başlay gipimdi mene. Yaxşımızlar, hörmətli ustazlar, naq maydandakı tamaşibin dostlar, hem şunaqla ikra aldırıki dostlar. Men Aqsu Bayın Ayazdan kelgan Mehmetcan Turg'undan sizlarga o'tliq salom. Birinci mesele meninkimi nakşamlı orunluğan baladan 2-3 tal balla ba gruppuduçu. Şuna Nakşamga nisbatan meninkimi yavchurim bek yuqori hamda o'zimga shaxsan birinchi o'zimga yuqori. Undan keyin o'zimga yuqori bo'lgandan keyin keyindan sizlarga cho'qim undan ortiq yuqori bo'lishi kerak deb o'ylayman-chu. Oshirvatsanglar men qo'shilaman haqiqatan deyishgandek. Birinchidan gruppuningki balaning masalasi bo'lib qoldi. Ikkinchidanki masala qanday qilamiz degan chaqda mayli G'oja og'inamning gruppiga kirgan va yoki Umarjon akamning gruppiga kirgan sen bilan biz munosabatimizmi yaxshi, bu ishimiz yaxshi akina, bu Bilal akam bilan yaxshi akina degandek biz yana tuvanda turib
mangsak, yana ustoz shogirdlik o'rnini yaxshi ma'laymiz degan yana bir ideyam paydo bo'ldi-chu menda. Bo'lganlik uchun shunga burilmay turib, biz yana bundan keyin ma'digan yo'limizda sen nada, men nada deyishib turib, yaxshi naqshlar chiqsa, yaxshi ijodiyatlar chiqsa, birlikda o'rindashib, qilmaqsak bizga unda fursatning jiq bo'lganligini o'ylab yetib, shunga men o'rindiq buraldir olmay qoldik. Biz Emra gruppasidagi ikkimiz, lekin Xo'ja G'inam bilan Umarjon akam burildi. Xo'ja G'inamninkimi ijodiyatlari birdan bir payzi bilsa, enim o'rtaq hem ortak ideya dolap, mesela Xo'ja G'inamning fingilslik naqshlarni yaxshi o'rganib etib o'ynab qilsam, meningcha chimmen bo'lib ketsa deb o'yladim. Etsa, texmi yaxshi etadigan qo'ydi keyin. Onun ustiga bizning gruppada mana Jalolning fungisida naqsh etadigandan yana bir qanchasi bor-chu. Shunga hamda keyingi musobaqalarda farqli bek jiq farqlab ketmisin, o'zaro duylashtirish sababidan shundaq bizning shundaq mishani urib etkim bor mening. Jalolning qo'lini tutib oldim abaychu. Ya bo'lmasa shig'ib, ang oxirida xandonda shamin opchivoyli tutgan qilishadi. Qo'rqib. Lekin yaxshi o'rindab berdan enam. Rahmat, xo'sh bo'ldi. Hayajonlandim birinchi haqiqatan. Bu yigit nihoyatda yaxshi etdi naqshini. Shu Jalol bilan burilib tonishdik ikkisi. Shuni bilan Jalol akamga yaxshi qildi. Onasi sakiniga yarashgan bir yigitga o'zimi. Hamda tanlash uzaqda ekan. Bizlarga to'g'ri. Cho'qimandamda demaymiz. Sening bir mushak chiqishning oldida ko'ngling kutgan odamlaring bo'ladi emasmi? Shuning uchun sen o'zing qanday kimni tanlasang bo'lardi. Bu enimninki etish uslubi deymiz. Mening etish uslubim mening naqshlarimda ham asos chatdan amubab degan bilan o'ltirliqqa bir xil xalq xalqlik bir kirgizayman men. Ashulaq yolg'iz qilib bu kechida kunalar men degan masalan ash variantlari ancha muncha hamda mana enimdan barcha shunga mayli Umarkan bo'lsin, mayli Xo'ja bo'lsin. Masalan Umarka siz yeb qolsangizmi bu enim balkim bir ovozda sizga tushadigan amubab uslubdagi bo'lsin, do'tta naqshlar bo'lsin, yaxshi o'rindab ketalaydi deb o'ylayman. Qolgan qarashni ham o'zing chiqargin. O'zing bir chiqarsang bo'ldi. Sen asla Jalol akanlar, Semay akanlar deb kelgan, uni bizga aniq. Ammo naqshangdan biz huzurlanganligimiz uchun chiroq yondirdik, shundaymi Umarjon aka? To'g'ri, to'g'ri. Qolgan hamda Umarjon ma'lum degandek o'zingninki o'ylashi. Bizmi katta odamlar ham odat qadam emas. Mana bir javob beringlar tamash bilan. Esen. Umarkan o'zi dutta bilan xalq ahanglarini aytgan bilan amobab usuldagi naqshlarni aytib o'rindab kelyapti. Xili uzun bo'ldi. Uning ustiga Umarkamninki gruppasiga kirsang cho'qim dutta bilan ya tambur bilan naqsh aytsa degan gap yo'q. Olti ustozniki hammaylarninki o'zimizniki bir tanduylari bor. Shunlashqa cho'qim xalq naqshi etsa yoki dutta bilan naqshi etsa degan gap yo'q. Mayada masala oydin bo'lib qolsin. Millatda Umarjon akamning amubab naqshlari hammadan jiq. Shunday emasmi? Shaxsan biz hammamizmi shu Umarjon akamning kichik har qanday san'atchi Umarjon akamning naqshini anglamay, o san'at hayotining yo'lini bosmagan deb qaraymiz. Burun biz shu Umarjon akamning kichik vaqtimizda anglaydik. Hattoki bizning ota-onalarimizni amroq. Umarjon akam jumildan mishadiki hammamizning ustozi. Ama bizim grupta bedeni sana okşayırgan balacak. Qani enim emsa. Ustozlarniki yaxshi taklif fikrlarga rahmat. Yana shundaqla meniki yurak so'zimni deb olsam, meni shu beqib cho'ng qilib hozircha qo'llayotgan ota-onamga yuragimga rahmat aytaman. Yana shundaqla meni qo'llayotgan, izchil qo'llayotgan do'st birodarlarimga ham shundaqla sizlarga ustozlarga rahmatimni bildiraman. Meniki og'ir talashim Ya da bamsen qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshimi adash? Ko'rishmiklar adash. Shu deyman. Ya mavo adash, necha vaqtdan yaxshi, seni yo'qlab bilamidi? Bekbeyzem. Mavo Naratniki almatamlik substitute hamda buni cho'nglar, ballar hammasi yoqtirib ichib o'tadi. Mashina san bir ma enam bilan so'g'atlik keldi qilish yoqtirib. Bo'ldi adash, rahmat. Hamma qattiq yoqtirdim bu sutni. Shu chiran chiqatda yoqtirdi. Narat Hocamat Qurban ustoz. İpek yolun sadası, sürgünün yok şiirası, kuş havazla seynası, İpek yolun sadası, İpek yolun. Növbətdə səhnəyə çıxdığan mayırımız 1486 numaralı mayır.
Salam dostlar, yaxşımısınızlar? Ben 8. Qarar Narat İpek Yolu programmasının mahiri Eldar İkram. Bu qatam İpek Yolu programmasi qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, mushu naqshiyatdagi o'zimning kamchiligi va ortiqchiligini bir bilib baqish. Sen külgende küler gül giya sayrışıydı mün bulbul goya olgiydu tihmu derya ey nigar külkenni unutalmayman nev bahardı kiler hitlerim hıyalımda kıya karaşlarım dılda yangan bir kuyaş süygü ey nigar külkenni unutalmayman İraklarda yandı gülhan uzun gece kıynaydı hicran Sübhidemde küldü çulpan ey nigar külkenni unutalmayman sana hiçbir azar yetmesin Çihrinde şoh kiler ketmesin Bu muhabbet yansın üşmesin Ey nigar külkenni unutalmayman Yiraklarda yanıdı gülhan Uzun gece kıynaydı hicran Sübhidemde küldü çulpan Ey nigar külkenni unutalmayman Sübhidemde küldü o çulpan Ümidim üzülmeydi her kaçan Armanım hayatım sen aman Rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat sütçülük cheklik mas'uliyat shirkati Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Salam ustozlar, ekran oldidagi barcha tomoshabinlar. Men To'qson naisi Bora yurtidan kelgan Eldar Ikramdan barcha mehmonlarimizga salom. Bo'rondek chiqib ketgan bu ovoz. Rahmat ustoz.
Ömer'e set oldu men aldığınızga Ha, qilib qilay, to'g'ri. Birinchi qatamliq emas-ku. Bu naqshini Abdullah akamiz shunda güzel bir joyiga ekib qo'ygan. O'zingiz qilgansa balkim o'zgartma deb qiynalib ketding, lekin toza sen o'ylagan joyiga bormay qoldi. To'g'ri. U jiddiychilikda bo'ladigan ishlarlik ovoz o'rning joyiga desimaydigan, ancha-muncha o'ylagandek maqsadlarga yetolmaydigan ishlar bu musobaqa deganda bo'lib turdi. Chunki ayni vaqtida bizda mi sodir bo'lgan bunda voqealar. Buningdan mi ig'ir voqealar sodir bo'lgan. Shunlashqa unda savalliklarni shu biz tuzatmay nima ish qilamiz? Hamda to'taylan o'rilmabdimi, yolg'iz o'rilibdimi mana? Sen bevosita mening olib ketding degan gap hech kim talashamaydi. Hamda qolgan gapni hech kimimiz obdan deyishib olamiz. Rahmat ustoz. Ha. To'g'ri. Endi ko'nglingdagi gapni qilib fikringiz. Anda olsa shu meni kichikimdan baqib cho'ng qilgan ota-onamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, hamda qarindoshlarimga, yana shu meni izchil qo'llab kelayotgan baxtli oilam bor, bir o'g'lim bor, ayolim keldi. Ko'pdan ko'p rahmat aytaman, rahmat. Yigit. Kela bo'ldi. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, Növətdə səhnəyə çıxılan Mahir 2708-ci numaralı Mahir. Salam köpçülük, mən 8-ci qara Narat İpek Yolu Sadasının Mahir Murad Ahmedcan. Özüm Qotan Qarqashdan keldim. Bu qatımlıq proqramı qanışındakı məqsədim bo'lib qalsa, ustazlarning yaxshi bir taklif fikrlarini anglash hamda o'zimning shu musiqa kasbidagi alohidligimni ustozlarga ham birlash. Atam beni vay harva heydeti yar yar harva heydar vay gülüp kesem yar yar Arvını kuşup koydum ey davana şimen emdi davana şimen emdi aşık olgen bu derdi yar yar ey okmay tadım emdi
Cengül cücem tüvide yarey, büyün var mı diye yarim, büyün var mı diye yarim, yerde gidin araysen, yar yarey, meylin var mı diye yarim, yarey, meylin var mı diye yarim, ey yar yarey, vay vay, yar yarey, meylin var mı diyarım, yarey meylin var mı diyarım. Bağlanıp bu yarga meylim şu bu küllerde, bağlanıp bu yarga meylim şu bu küllerde. Gece yatsam uykum gelmez o uzun küllerde. Gece yatsam uykum gelmez o uzun küllerde. Kallem kaşka köngül verip kaldım balağam. Kallem kaşka köngül verip kaldım balağam. Kallem kaşning köngli bolsa özü çıksın talağam. Kallem kaşning köngli bolsa özü çıksın talağam. Atla urup yollayırak kalbinin bektim. Atla urup yollayırak kalbinin bektim. Ey ellem kaşning çarbigida ağzı bulup attım. Ellem kaşning çarbigida ağzı bulup birinchi darajalik mukofotga erishgan mahir Şinjan Nara Sütçilik Cheklik Mas'uliyat shirkati ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Salam hürmetli ustozlar, ekran oldidagi mehribon ota-onalar, mushu sahnadagi barliq mahirlar ham tomoshabinlar, Xotin Qarqash o'g'li Murodildan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Turpanlık emasmi? Yo'q. Yo'q, Qarqashdan. Aştağılıp fardığı biken. Koruldan at şunu. Fotoğrafından turpan nerede? Bu elimiz Qarqashdan bo'lgan bilan ma turpan naqshlarini nayt yaxshi egallabdi. Ha, ma bu. Rahmat ustoz. Shivijayatdan shunda joyida kepti. Yomon ters oldu o'zgartish. Siz odatda sahnada naq maydon naqshlarni kunda aytib turamsiz yoki andimi? Yo'q, asosligi mushu o'zimiz o'zaro o'tirishqa vaqtda. Unda sahnada nima emas. Öğürlüplam sizge manda qilib ketdim. Mikrofon tutgan vaqtida ovozimiz manda tuz siziq bo'yicha chiqadi-chu. Ovozimizning eng tepadigan qattiq ham zil chiqadigan yeri mish ovozimizga mushu mikrofon tuz holatda kirgan vaqtida ovozimizning eng go'zal yerini tatalaydi. Siz buni unda japat atmay aytasiz. Siz hozir mikrofonni manda qilib tutdingiz, bu ovozimizningki penyuan tish tarafini ubur mandaq bir to'qmoqdek mang'an bo'lsa, shu to'qmoqning ostidagi mushu sepib o'tgan yerini ep bizga berdi. Demakchi, endi bundan keyin mayirlam shunga bek diqqat qilinglar. Bo'lib mikrofonni beshini tutib olmaysizlar. Mikrofon beshini tutsanlar ovozinglarni tuzuk tatamaydi. Anda mikrofonni mushtaq tutsizlar. Shun bu ham qiynaq maydon naqshinchi qeyd qilabsa, bu nuqtani tushundi. Shunda olganda agar siz mikrofon to'g'ri tutgan bo'lsangiz, ovozingiz tiximi chiroyli, tiximi zil. Mushani bir olatdi. Mushta tutibmi, shunda ovozingiz shunchalik yuraklarimizni chekdi. Shunga ustozlar hammamiz o'rildik. Bundan keyin shunga kichikina bir ishga diqqat qilib qo'yishingizni umid qilaman. Rahmat. Ma bedenden go ya qo'yib qo'ysam chiqadiganday Hamdan o'rnab berdingiz. Rahmat ustoz. Mishadi bir sizdan bir huzur xalq so'rasam, mishadi bir azroq o'zimni bir ko'ngil so'zini deb olgan bo'lsam deb. Bu sahnaga men saqlıq o'ltig'ila hisobda 6-7 yil bo'ldi. Men tayyorlik qilib 4 yil oliy maktab tayyorlik qildim. Ham hozirga chiqibdiman.
Muşu bir 8. qaran Narat İpek Yolu Sadası'da fırsat laptı. Muş fırsatda meni bekip çoğun qılgan ata-anamga, şu meni qollap kelayotgan dost birodarlarim, hammasiga rahmat, ham alayda rahmat aytgan bir adamdan birisi var. U bolsunmu, bayatda mening haqimda Tamurchi apaga mening ustozim. Qalmoq men cho'ngday ko'raman, lekin mening ustozim butu. Ali maktabdagi 4 yil tambur o'qituvchim İdris İlhamga rahmat. Bizden ham rahmat. Sizni qo'llab mashay kelib, To'g'ri. aqlingizda turib madad bergan degan. Pek yaxshi ish. Rahmat. Talışamdık. Talış bekşi yakın. Ishlashmaydi hech qilib. Nakşini bek peyzi boldu. Rahmat Gap ustoz. ketmeydi. Abay adıyla degende kaşındak bir mesele mevcut, onu oğuşap gittiğin mesele. Siz kimni tanlısınız? Bulalı verdi, 5 ilayla örüldük. Aldırap bir adam gibi 5 adam teği bırak örüldüğün ahval az görülü oturdu bugüne. Rahmat. Şonlaşka şunda ballarımız talaşmay, bulmaydı. Şonlaşka Қолымызды малжық тұрып өрілдік. Kurfandılık mal bazı. Abay Niyazi shundoq chiroyli go'zal melodiya bilan bizning o'zimizniki milliy muzikalar bilan aytib berdingiz. Hamda biz Amra guruhida ikki ustoz bor. Biz Jalol Bisman. Mening alohidligim ham naqsh aytish bilan birga akkordlashtirish xizmatini yaxshi qilaman. Ama şu milliy muzikalar bilan ommabop muzikalarni birlashtirib, texim yaxshi bo'lgan keyingi bosqichdagi xizmatlarni cho'qim yaxshi qila olamiz. Albatta. Shunga bizning Amra guruhimizga kirishingizni qizg'in taklif etamiz. Rahmat. Bizim grupga kelsiniz, sizga mesela bizim grup yaxshi bo'ldi ekan, qanday deganda biz sizga muzik akkordlashtirmaymiz. İdris Mallimning boshchiligida İpek Yo'lini tugitamiz. Avar qilib olmaydi. Bir qatim avar qilsak bo'ldi, ikki qatim avar qilsak taz yaxshi bo'lmaydi. Sari xil bo'lish kerak. Ular avar oldum deb o'ylamaydi. Avar bo'lmaydi, lekin sari xil qilamiz-da uni. Faxrlanishtirsa İdris Mallim shunday emasmi? İdris Mallim bir chavak. Ey rahmat. Hoş. Özünüz qarang. He, meyli. Mening eng oxirgi tanlashim Narat. Her ailege söygü tarat. Ona yaxshi yaxshiramsa? Aql kelsa-da zang'a. Aql keldim. O'zim aql kelmasam kim aql kelsin? Nima ishlayapsiz? Yomon usab ketdimi men bu? Ey, bag'ichi bilan ish olayli. Qo'g'in tamlik substitute. Sen birini beraymi? Aka, vaqtida berib et. Usab chanqab o'ldimi men? Unda ishtimada hech qanday keyin. Men bo'ldi ekanman u. Unda siz kechda ayagim ivolamdiq buni? Ilovali. Ha, do'konga men bir avval. Mana, qo'g'in tamlikki. Mana meyda Bo'lib mekanlik. Ma bo'ldi ekan. Mo'sh ivasak, aballiq bitaymi shu? Bo'ldi, nasmon. Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçilik Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Narat Amra Gruppsi. İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunu. İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suyunu yok çiğrası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası,
yok çigrası. Kuş avazlar zeynası, İpek yuni sadası. Kadim ipek yolida jaranglaydı qo'ng'uroq. Giderken dalağa, köy nakşimiz.